$150 bo'ldi. $150 Mansur aka $1000 sotib olishga ulgurgan odam oladi. Chunki sifat zo'r. Ko'p tug'adi, biz 5 ta qoldiramiz. 5 ta 6 ta zo'rini qoldiramiz, qolgani so'yiladi. Anida chiqdingiz-ku 20 kilo. 20 kilo quyon yo'q. Bitta ikkita akalarimiz borlarda, o'sha kallalari bilan qonuniy ajrashganlar. Bu Instagramda rekka chiqib ketdi-yu. O'sha quyon jeleza. Birinchi ota-onasi kim? Ve 8 kilodan oshiqroq. 8 kilodan oshiqroq. K75 liniya. Ha, o'sha aka aytayaptilar o'zi javobiga. Laqabi Butsifal. O'rta Osiyoda Qulog'i 22. Men hamma erkaklarga ot qo'yib chiqqanman. Boqilishi, sotilishi. Endi asnamni kattaligida, Bogatir, Shinshilla. Unaqasi ham bor, jang beradigan hozir ko'rsin. Bu Rossiyadan kelgan. Qadrli akalarim, salomatmisizlar. O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyoda sezilarli eng yuqori o'rinlarni sifat ko'rsatkichi bilan muntazam ravishda egallab kelayotgan fermalarni birini video obzorini qilamiz. Ishonavering, bunaqa videoni hali ko'rmagansizlar. Bunaqangi kачестводagi, sifatdagi quyonlar, bunaqangi narxdagi, misol uchun jonivorlar va ularning sotilishi, ko'payishi, boqilish jarayoni sizni ishoning lol qoldiradi. Boshlaymizmi? Ketdik o'zim. Assalomu alaykum. Qadrli ishqibozlar. Ko'rib turganlaringizdek, O'rta Osiyoda eng знаменательный bo'lgan Flandr quyon fermasiga keldik. Guvoh bo'lasizlar, mana shunaqa quyonlarni boqilishi, sotilishi, sizlarni eng qiziqadigan ma'lumotlar haqida video davomida kutib qolasizlar. Mansur aka, Hormon aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum akam. Salomatsiz, ishlar zo'rmi? Farruh akam, taniysizlarmi? Katta quyonchilarni nima desam, Toshkentning eng katta blogeri bilan bu akamiz Aligard quyon firma. O'zi bu yoqqa o'tamiz nasib inshaalloh. Farruh aka, firmaga Alloh baraka bersin akajon. Asosda nasib bo'lsa, endi bitta firmangizni auditoriyaga polni tanishtirib, boqilishi, sotilishi va shu parvarish jarayonlari haqida ularni qiziqtiradigan savollarni ular nomidan men sizga berib o'tib ketaman aka. Bo'ladi. Xo'sh, akajon, necha yildan beri misol uchun siz Flandr sohasi bo'yicha ishlaysiz? Men o'zi Flandr sohasida yaqinda boshladim Flandr boqishni. Undan oldin har xil quyon boqqanman. Rex ham boqib ko'rganman, Burgund ham boqib ko'rganman, Flandr ham boqib ko'rganman, hammasidan boqib chiqqanman. Flandrda to'xtadim o'zi. Faqat Flandr ferma qildim. Nimasi bilan ma'qul bo'ldi shu Flandr quyoni? Endi asnamni kattaligida, ko'rganda deb o'radigan parametri bilan, ha? Ko'plar cho'chishadi, misol uchun Flandr quyon nozik deydi, shamollab qolar, padermantin bo'ladi. Aka, sizda umuman uchramaydi-ku? Biz bo'y quyonchida bo'ladigan narsalar, kasallik, quyon kasal bo'lishidan oldin biz harakat qilamiz oldini olishga. Profilaktikasini vaqtida qilib turilsa. O'zingiz ham ko'ryapsiz-ku, bitta ham aksirayotgan, burun oqayotgan quyon yo'q. Quyonxonaga kirdik, quyonxonada bironta bir неприятный, ya'ni yoqimsiz hid yo'q. Обычный uyda o'tirayotgan hid qanaqa bo'lsa, undan ham darajada приятный hid berdi. Hozir misol uchun tomoshabinlarimizga qiziq, aka, gapni qo'ying, tamom, quyonni ko'rsating. Mana shu aka aytayaptilar o'zi javobiga. Birinchi shu quyonlarni ko'rsataylik, Mansur aka. Xo'sh, bir boshdan tanishtirib o'tib ketamizda. Qayerdan boshlaymiz, Mansur aka, nima deysiz? Mana stolligidan boshlayveraylik. O, mujik. Men hamma erkaklarga ot qo'yib chiqqanman, oti bilan yetib chiqaman. Bo'ladimi? Qani? Bu Germaniyadan keldi yaqinda. Instagramda ko'rgan bo'lsanglar, katta partiya kirdi-yu Germaniyadan. O'shalar bilan birga kirgan. K75 liniya, laqabi Butsifal. Bu hozir Flandrlarning parametrlari, standartlari haqida, mana shu Flandr haqida bir ma'lumot berib o'tib keting qani? Mana shu standartga qay darajada javob beradi? Joyda bu standartga 100% javob beradi. 100% javob beradi. O'shaning uchun olingan narsa. Qulog'i 22. Mexlarini ko'ryapsizmi? Orqaga qaytadi. Tiniq, ranglari to'mli. Mana mantlarning kelganini ko'ryapsizmi? Kallalar yaxshi, oyoqlar zo'r. Ve 8 kilodan oshiqroq. 8 kilodan oshiqroq. Hozir shu qikoldan sal kattaroq qo'ygan ham Flandr, Velikan bilan Flandr, bunisi ham Flandr deb yurishyapti, lekin haqiqiy kolичествоviy Flandrani ko'rib ko'rsa, tak, bu nima edi? Bundan ham kattasi bor, hatto yotibdi. Ha, bir boshidan andan o'qib boramiz. Bu kishining obzorlari bo'ldi.
keyingilari endi bir tomosha qilsak. Bu kishi uxlayotibdi ekanlar. Bogatir shinshilla samets. Aha. Tur. Mehmonlar keldingda. Mashalloh. Tulovda ozgina tulayapti. Tumshuqlari chiroyli kelgan ekan. Ha, zo'r quyon. Haqiqatan tulovda ekan. Tulovdan 50% tulovdan 30% ekan. Xudo xolisa. Hozircha. Ve quloq 21 buni Ha, 9 kiloga yaqin vesi bor. zo'r ekan. Bu yerdachi? Bu Achilles. O'xti. Ana unda aytadimi? Achilles. Ha, Achilles bu. O'zi ham Achilles bu. Kelayotgan tishlab jang ber oktagon deyapti. Va unaqasi ham bor, jang ber deydigani, hozir ko'rsataman. Bu ham samets. Bu ham samets. Bu Rossiyadan kelgan. Ha. Qulog'i 23 sm. 23 ham. Men uncha qulog'iga qiziqmayman-da, o'shaning uchun ani menimcha qulog'i necha 25 bo'lsa olaman, 26 bo'lsa olaman demayman. Ko'raman. Standartmi javob bersa bo'ldi. Korpus chotki, quloq o'sha standartga javob beryaptimi? Всё. Mansur aka, Quyon meniki mana endi shunaqa. yangi quyon ishqibozlarga qiziqda. Flandr quyon, misol uchun bizning O'zbekistonda noo'rin savollar juda ko'p. Flandr so'rashadi, uni visi so'ralmaydi, liniyasi so'ralmaydi, tap kallasiga liniyaga qo'yiladi. Qulog'i nechi? Kalamushday quyon ham quloqda so'ralyapti-da. Lekin Flandr boqib, chiroyli sifatli quyon yetishtiraman deyotganlarga birinchi nimalarga e'tibor bersin? Siz maslahat bering. Birinchi ota-onasi kim? Qayerdan, nima qayerdan? ota-onasi? Kimdan kelayotgan? Vekselbergmi, Kilianmi, Delibormi misol uchun, Tesman deyshadi. Tesman liniya, Tesmanmi misol uchun so'raladi. Keyin polni qaraladi, quyonning ahvoliga, sifatiga qaraladi. Qanaqa ahvolda quyon? Standartga javob beradimi? Endi kichkina 2-3 oylik quyonni bilish qiyin, katta bo'lganda qanaqa standart. Ulardan bir xil bo'ladi. Ota-onasini ko'rish kerak. Quyonni o'zi sal bo'lsa ham ko'rinadi-da sifati. Tushungan odamga bo'ldi. Yoqyaptimi, olish kerak. Qoldiradi. U qulog'i necha, otasi necha kilo, ne обязательно otasi necha kilo. Otasiz рабочий quyonlar 8 kilo ishlaydi, 7-8 kilo ishlaydi. Boqmasdan ko'paytirmayman, faqat semirishiga ishlataman va tomosha qilib kayf qilaman desa 13 kilogacha bo'ladi. Anda chiqdingiz 20 kilo. U 20 kilo quyon yo'q. Shunday. Bitta ikkita akalarimiz borlarda, o'sha kallalari bilan qonuniy ajrashganlar. Hali beri o'shalarning jabrini biz chekyapmiz. Shunaqa. Bu Jack Pastdami, bu yerdami? uxlayotibdi. Jack. Ke. Bu F158 Marko Yozef. Marko Yozefdan kelgan. Laqabi Jack. Yotibdi. Oktagon jang ber deydigani mana bu Saturn laqabi. Mashalloh. Tumshuqlar happak, ha. Mansur aka, misol uchun bolalari bunaqa 4 oylik bolachalarda bunaqa nimasam tumshuq, morda, quloq uncha bilinmaydi. Ha, sekin formirovatsiya qiladi-da, u kalla anaqalari. Hozir bolalarini ko'rsataman, uje sekin otaga o'xshab chiqyapti-da. 5 oylik quyonda bunaqa kачество talab qilib bo'lmaydi. Yo'q, 5 oylik quyondan bunaqa kачество talab qilish u nerealniy xato. Bu quyonlar o'zi 8 oydan o'zi farmira kallalar ishishni boshlaydi. Mantlar, chakanglar ishishni boshlaydi. Bu-chi bu? Bu Polon. Instagramda rekka chiqib ketdi-yu. Железо. O'sha quyon Железо. Farhod 009 ushlab rasmga tushdi. Oyog'i og'rib qoldi buni. Ozgina mazasi yo'q edi. O'ziga keltirib oldi, tuzatdi. Tushib ketdimi? Keyin ko'z tegib qoldi. Ko'z tegib qoldi. Endi ular samka. Zavodimizning asosiy yuragi samkalarmi? Zavodda asosiy yuragi sames bo'ladi. Sames bo'ladi. Endi bular anovda qiziqadigan joychasida bu. Tomoshabinlarning qiziq qiladigan joychasi. Bu Achillesni bolalari. Ha, bu nimaga son ekan? Bu nechta tug'di Ahmadjon aka? 6 ta tug'di o'zi. 6 ta tug'di. 2 ta bolasi o'lik tug'ildi, bitta bolasini bosib o'ldirib qo'ydi. Endi 3 ta qoldi. Siz ham surrogat ishlatasizmi Flanderlarga? Pastda surrogatlar bor. Pastda bormi? Ularga ham o'tamiz, ha? Biz agar mumkin bo'lsa. Bu yerda hali bolalamagan. Bu mana Emizot bolasini. Eng nima desam, nodir kadrlar. Bu Emizotdi. Bu yerda Saturnning bolalari yotibdi. Bezovta qilmaymiz, chunki bitta nojo'ya harakat bolasini nobud bo'lishiga sabab bo'ladi. Mana Bu yerda ham zo'r. Men nima uchun boya aytdim? Chunki
quyonxonada quyonchalar u yoqdan bu yoqqa yugurib yursa agar nima desam ishqibozchilarga shu zo'r shu yoqadi deydi aql maza qiladigan joychasi shuda bir dunyo quyon bo'lsa ichida quyonchalar bo'lmasa shomshayib qaytib chiqadi. Boqayotgan odamga ham qiziq qolmaydi. Bir dunyo quyoncha bo'ladi, quyon bo'ladi, ichida quyoncha bo'lmasa. Bular qayerda Mansur aka? Shu yoshda. Hamma bu yerda O'zbekistondan kelgan quyon yo'q. Tug'ilgan bolalar hammasi O'zbekiston. Bu yer qarochi nima? Germaniya, Rossiya, Chexoslovakiyani nima desam, ko'chirib olib kelgan variant. Elchixonasiga o'xshaydi ya. Hamma o'sha ma'nolari shu yerdan boshlanib kelaveradi. Bu yerda shinshilar ham bor. Bitta shinshilar. O'rtada bir trend o'tib ketdi, shinshilar. Ha, bular bugun hammasi sotildi. Bitta samets qoldi o'zimga. Vistivkaga xudo xolasa chiqadi. Ha. Vistivkaga olib qoldim. Vistivka haqida ham qadrli qo'yishimiz. Vistivka haqida Farruh aka bilan gaplashasiz. Alohida bir ma'lumot chiroyligini video qilib beramiz. Inshaalloh. Bu yerda ham yotibdi, bu anu jelezani bolalari yotibdi. Ha. Buni hamtanalari pastda, suragatda. Bular shinshillalar. Bu adashmasam 2 oylik ha? Ha, Tojikiston, 3 oylik bo'lib qoldi. Tojikistonliklar olib ketish kerak, kutyapti. Kelishadi. Qanchadan baraka bo'lgan bularga? Bular narxini aytmay qo'ya qoling, men bilan aytaman. $150 bo'ldi. $150. Например, 10 kun yoki 30 kun bo'lgan vaqtida keladi, ko'radi, yoqadi, ota-onasi ma'qul bo'ladi. Oldindan pulini berib, bron qilib, katta bo'lishgacha kutishadi. Bizda 2 oylik qilib sotilmaydi. Bizda 3 oylik qilinadi, sutga to'yadi, quyon keyin ketadi. 2 oylik qilib quyon sotmaymiz. Ayni mijozlar uchun eng bir xavfsiz, kompaktniy variant. Shuni olib borib quyonxonangizga borib tiqasiz. Keyin nimadir siz bilmaydigan mikro ошибкалар tufayli ma'lum bir summaga olingan quyonchalar nobud bo'ladi. Imенно mana shunaqangi xatoga yo'l qo'ymasligi uchun Mansur akamiz aytayaptilar, 2 oylikda quyon sotilmaydi, 3 oylikda. Sabablari bor. Quyon 2 oylikdan o'tgandan keyin boya Burguncha akamiz maslahat berdilar, o'sha yerda bildim. Молочный kislota keyin o'zi rivojlanish, o'sha ishlab chiqarish keyin boshlanadi. O'sha vaqtgacha qiyinroq deb aytuvdilar-da. Haqiqatan o'sha misol uchun metodga amal qilgan holatda sotilayotganda, aka, u sir bo'lmasa, narx qancha misol uchun sotib olgan vaqt? Mansur aka $1000 $1000ga aka quyon bola, aka qo'y boqing, aka namoz boqing, $1000 manejda turibdi hozir. Shuni olib kelayotgan qo'ysangiz bo'ladi $1000. Mashalloh. Qadrli quyon ishqibozlari, ko'rib turibsizlar. Asl toza sifatli Flandr quyonlari bolalari narxi nimaga qimmat? Chunki kelishi O'zbekistonga kirib kelishini o'zi ko'rib turibsizlar $1000 quyonni o'zi. Va bu ham katta tavakkalchilik asosida olib keladi, Mansur aka. Конечно, yo'lda o'lib qolishi mumkin. Yo'lda o'lib qolsa bo'ldi. Pulingizni uxlaysiz, tamom. Hech kim aniq o'qimaydi. Kelishuvingizga qarab, dastavshik bilan qanaqa endi biz o'zimiz olib kelganimizga o'zimiz kuyamiz-da pulga. Misol uchun siz menga zakaz beradigan bo'lsangiz, men sizni zakazingizni bo'ynimga olib kelyapmanmi? O'lib qolsa siz zarar ko'rmaysiz, men zarar ko'raman. Bu o'zim olib kelgan narsa o'zim kuyaman-da. Shuni. Ana endi yana bitta mollarga pasport dedi, boshqaga pasport dedi. Endi akalar mana unga nima deysizlar mana? Endi bunisiga qarangizlar. Mana bu narsada misol uchun 2+4 misol uchun ikkita samets, 4 ta samka qilib o'sha sohani rivojlantiraman deysa, endi bu pasport haqida bitta ma'lumot bersangiz, mobilografimiz yo'q kelsa, bu nimalar qadini berib quyonchilik pasporti? Bu har bitta quyon fermadan chiqib ketayotganda o'zi pasport nima sababdan qilganimni birinchi tushuntiray. Ha, xo'sh. Quyon sotsam ertaga, misol uchun quyon yaxshi chiqmasa, ertaga men tan olmaslikning iloji yo'q-da. Chunki klient qo'lida pasport, meni pechatim turgan bo'ladi. Ikkita ma'lumot sira. Men quyonni sifatli beraman, javob berib dokumentlari bilan qilib beraman. Endi ichiga kelsak, bu yerda polniy anaqalar yoziladi. Nima? Ferma, zavodchik yoziladi, manzil yoziladi, telefon raqam, qachon vaksinatsiya qilingan, otasi kim, onasi kim, qaysi zavodchik, erkak, urg'ochi, qachon sug'orilgan, hamma narsasi yozib beriladi. Mana oddiy anaqa uchun bitta xolos chaqqida pechat turamiz, Legend Kroll mana. Meni o'zim initsialim, fermamning initsiali T571, meni kleymoyim chiqib ketadi. Klientga shunaqa beriladi. Tamam.
Mendan mana shunaqangi guvohnomasi bor anavlar biladi, men sizdan o'sha legan quroldan mandan quyon xarid qilgan ekanligi haqida fakt. Va mana bu narsa shunchaki pechat emas, bu assotsiatsiya misol uchun tan olgan sifat. Misol uchun mana bu yerda har bitta quyonga misol uchun boshqa fermalarda ko'rganmiz, klema nomeri bularga o'xshagan. Ular qanday qo'yiladi? Mansur aka tushuntirib bering mana shu haqida. Mana shu bo'lsa kerak, klema apparat. T bu Toshkent 571 mani o'zimni lichniy nomerim, fermamni lichniy nomeri. Shu T uriladi chap qulog'iga. O'ng qulog'iga tug'ilgan chislosi, chislo emas, oyi, yili uriladi. Pamyotda misol uchun 7-mi, 7-qafasdan 7-qafasni urib qo'yiladi, ertaga adashmaslik uchun. Bo'ldi. Hozir bironta shunaqangi klima urgan sotishga sotilganda ular chiqib ketgan. Значит, bu endi jarayon ketayotganda qilib beraman bularni. mijoz olib ketishdan oldin bir hafta oldin qilib beraman. bir hafta oldin Bir qilinadi. hafta, 2 kun, 3 kun oldin qilib beramiz. Tushunarli. Bittasidan shunaqangi qilib erkalab o'tardim, uxlab qolardi. Mansur aka, например, misol uchun videoni ko'rgan muxlislar qiziqib, "O'xtiman, men shunaqa Flanderni bolasidan boqaman. Qachon harakat qilish kerak?" Misol uchun shunday to'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqib, "Aka, menga 2 oylik, 3 oylik qo'yingizni bitta bo'lsin, pulni ana naqd." Bundan kelib olib ketib oladilar. Menda hozir mana hop mendan aka bu maqtanyapti deb o'ylashligingiz mumkin-da. Lekin haqiqatda shunaqa quyon tug'iladi-yu. Tug'iladi, birovga yetmayman, o'zi aloqaga chiqishadi, quyon bormi deb. Bor deyman, bron qilinadi. Bo'ldi, olib qo'yaman-da ularga. Olib ketishadi. Odamlar chiqadi, 2-3 oyligi bormi deb. Yo'q, menda unaqa tayyor, sraz tug'iladi, kutib o'tirmayman-da klient kelishini. Alhamdulillah shunaqa. Xudoyim baraka berib qo'yibdi, mana shunaqa, Xudoga shukr, mana shunaqa bo'pti. Telegram ijtimoiy tarmoqlarida ko'ryapman, ham Flander o'zini bu Flanderlarni reklama qo'yapti. Sizniki ko'rmadim. Ko'rmadingizmi? Umuman ko'rmadim. Yo'q, reklamada. Misol uchun знаменательный fermalar ham bor, bitta ikkita akalarimiz tashashadilar, tomosha deydilar. Ularni ham ko'rmadim, lekin kutyapman qani, natija, rezultat bo'lar-ku. Keyin mana hozir endi guvohi bo'lyapmiz. Bu sotib olishga ulgurgan odam oladi. Chunki sifat zo'r. Kim birinchi so'rasa, o'shan bilan gaplashamiz. O'sha oladi. O'shanga olib qo'yamiz, so'raganlarga sotilgan deymiz. Keyingi partiyada xudo xolasa qilib beramiz, aloqaga chiqsanglar deymiz, shu. Mansur aka, mana tayyor samka Flander. Bir yilda necha marta ishlatib olasiz? Nasl olish? Men 4 marta ishlataman. O'xti, 4 marta bu zo'r natija. 4 marta. Men Samarqandda bitta katta yoshi katta amakimiz bor. Kimliklarini aytib o'tmayman, lekin Flanderni men zo'r boqaman, u yoq, bu yoq deb juda ham og'iz ko'pirib gapiradi. Bir yilda 2 marta Flanderdan nasl olgan men eng zo'r natija deb aytadilar. Lekin mana hozir siz aytyapsiz, 4 marta olaman. Qarang, ishlab turgan, kapriznичество qilmagan samkadan 4 marta olaman. Ani bitta tug'adi-da, keyin qochmaydigan, kuyi kelmay qoladiganlari bor. Ulardan 2 marta mana shunaqa ham chiqadi, 2 marta. O'shandan ham 2 marta olasiz, ashpkasi 2 marta olinadi. Qochirishdan oldin ham bir nimalar qilib bolasiga qaramaydiganlar bo'ladi. Shunda tug'dirib olamiz-da, olib ketamiz, surrogatga tashiymiz. Surrogat boqib beradi. Hozir pastda surrogat, ya'ni Flanderlarni bolalarini boqib beradigan boshqa xigol quyonlar haqida ham bitta pastga hozir ham tushamiz. Endi bularni misol uchun bir yilga 4 marta ishlataman deyapsiz. Bitta ona quyon, bir tug'ish o'sha Flanderlar. Bular ko'p tug'adimi yoki kammi? Ko'p tug'adi, biz 5 ta qoldiramiz. 5 ta 6 ta zo'rini qoldiramiz, qolgani so'yiladi. So'yaman, so'yib yeymiz. Yo go'shtini Farix akaga sotamiz, mana shunaqada. Yo'q. Men sotuvga chiqarmayman-da. Men faqat zo'ri chiqadi, bo'ldi, bu yerdan. Fermadan zo'ri chiqadi, mundorog'i chiqmaydi. Короче, tug'iladi. Katta bo'lgandan keyin ma'lum bir miqdorda parametrlar sezib qolgandan keyin отборнийлari qoladi. Отборni olib qolaman, sotgani. O'shaning uchun menda qimmatroq sal, aka. Shuni hisobiga misol uchun mana shu fermadan sal bunaqaroq quyonlar tarqalmaydi. Faqat bu yerdan mana shu nima desam, o'rgimchak turismi faqat sifat ketadi. Bir chekkasidan anu ketmaydi. Faqat sifat ketadi. Faqat sifat ketadi. Tushunarli. Bitta endi bolalarni boqib berayotgan surrogatlardan bir tomosha qilaylik. Bo'ldi, ketdik. Qadrli quyon ishqibozlar, ko'rib turganlaringizdek, Flander quyonlar boshqa quyonlarga nisbatan, masalan, mini loblarga nisbatan ko'proq tug'adi. Ko'p tug'ishi natijasida ma'lum bir miqdori poteriya bo'ladi. O'sha poteriya bo'lmasligi uchun professional quyonchilar xigol yoki boshqa quyonlarni surrogat vazifasi uchun
ishlatishadi. Mansur aka, bu Flandr tug'di, surakatga ko'chirish jarayonida ma'lumot berib o'tgan aka. Surakatga olish. Flandr tug'adi-yu. Обязательно o'sha kuni tuqqan hikol bo'lishi kerak yoki 1-2 kun oldin tuqqan hikol bo'lsa, Uzog'i qancha? Например, qanchadan keyin kech bo'ladi? 3 kungacha qo'ydingmi? 3 kungacha qo'ydik. 3 kunlik quyon, 3 kunlik hikolgacha qo'ydik. Tuqqaniga 3 kun bo'lgan, bizani quyon 3-kuni tuqqan, olib bordik, hikolga qo'shdik, qaradi. Qo'shish qanaqa bo'ladi? Shuni обычный, misol uchun tomoshabinlarimizga qiziqda, misol uchun begona quyon yeb qo'yadi, hattoki o'zini bolasini. Ha, Flandr bolalari tug'iladi-yu. Ko'p tug'ib olsa, olasiz-da. Yung bo'lish kerak emas. Onasini yungi bo'lish kerak emas-da. Shuni toza o'zi. Bitta toza olasiz-da, bitta korobkaga solib olib borasiz. Hikolga qo'shasiz, hikolni og'zini yopib qo'yasiz, gnezdoni. Bolalariga qo'shib qo'yasiz. Yoki bolalarini olib turib tekinga tarqatib yuborasiz-da, o'sha gnezdoga qo'yib qo'yasiz. 1 soat, 2 soatdan keyin ochasiz. Ana bu Flandr bolalari hikolni hidi bo'lib ketgan bo'ladi-da, o'sha yung aralashib, tushundingizmi? Bo'ldi, tanimaydi hikol. Flandrni. Qadrli quyon ishqibozlari, ona quyon o'z bolalarini hididan boshqa hech narsasi bilan tanimaydi. Faqatgina hidi. Misol uchun siz hozirgacha mif bor, ko'rsa yeb qo'yadi, teginsa yeb qo'yadi. Bu yerda ashibka nima? Qo'lingizni ona quyonni hidi bilan bir xil qilmaguncha mayda yangi tug'ilgan yosh 1 kundan 10 kungacha bo'lgan quyonchalarga teginmang. Ona quyon o'z bolasidan begona hid kelayotganligini sezsa, uni xavf deb biladi va o'sha xavfni o'zini gnezdosi, ya'ni bola tuqqan raddomchasidan chiqarib tashlaydi. Aksar holatlarda tishlab tashlaydi, yeb qo'yadi. Bu biz va sizni qilayotgan xatolarimiz tufayli bilan. Shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri teginmaymiz. Ayni suratga olish jarayonida ham Mansur akamiz hozir tushuntirib berdilar. Hikolni yasagan raddomchasi yungi o'ralgan va yungi xuddi qush iniday to'ppayib turgan joyga o'sha Flandrning bolalarini olib, o'rab qo'yib, Flandrning quyonlari bilan hikolning quyonlarining hidini bir xil qilgandan keyin 2 soat ichida bir xil bo'lgandan keyin ona quyon Flandrning bolalarini ham o'z hidi bir xil ekanligini evaziga bemalol boqaveradi. Maksimum bitta hikol nechta bola katta qilib beradi Flandr? Biz 5 ta tashiymiz. 5 ta, kuchi yetadi 5 ta. Undan keyin ko'pi mana 15 ta tug'di. Yaqinda Flandrlar 15 tadan 3 tasimi 15 tadan tug'di-da. Bittasi 13 ta, ikkitasi 15 tadan tug'di. 5 tasini o'zini onasiga qoldirdik, 10 tasini olib ketdik, 10 tani ikkita hikolga bo'ldik. Mana shunaqa qilib bo'lib tashladik-da 5 tadan. Keyin katta bo'lgandan keyin boyaga metod. Katta bo'ladi, adbor bo'ladi. Mana bular bitta ikkitasi mana adbordan o'tmaganlar. Xolos mayda bo'lib qolgan. Bular Farih akamga go'shtga ketadi. Qozonkop. Qozonkop. Samarqandga ketmaydi birontasi. Adres aytib olsak. Chunki bedan ketgan degan nomi kedan ketib qoladi-da. Go'shtga ketadi. Go'shtga. Mayli, Qozonda ko'rishamiz. Qadrli quyon ishqibozlar, ko'rib turibsizlar, eng sifatli Flandr fermasini sizlarni talablaringizga binoan obzor qilishga keldik. Ko'rdingizlar, guvoh bo'ldingizlar, Germaniya sifati O'zbekistonda. Butun Yevropa sifati O'zbekistonda deb qo'rqmasdan aytib bera olamiz. Parvarishi, boqilishi, sotilishi haqida oddiy ma'lumot berdik. Agarda sizlar mana shunaqangi kачестводagi sifatdagi quyonlarni boqish niyatida bo'lsangiz, pastda Mansur akamizning telefon nomerlari, ijtimoiy tarmoqdagi Telegram kanallari, Instagramdan hammasini qoldiramiz. Akalarim nima deysizlar? Har doimgi gapimiz quyonchilik avjida. Salomat bo'lasizlar.